Poytaxtimizda mamlakatimizning buguni va kelajagi uchun muhim konferensiya o'tkazildi. Unda Milliy statistika qo'mitasi mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor o'tkazilgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining dastlabki natijalarini taqdim etdi. Prezident farmoniga muvofiq 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkazilgandi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri mamlakatning demografik, ijtimoiy, iqtisodiy va agrar holati bo'yicha ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantirishga qaratilgan yirik statistik jarayon hisoblanadi. Bu tadbir orqali aholi soni, uning hududlar kesimida joylashuvi, yosh va jins tarkibi, yashash sharoitlari, ijtimoiy iqtisodiy holati, shuningdek qishloq xo'jaligi subyektlari va resurslari bo'yicha muhim ma'lumotlar shakllantirildi. Davlat organlari, xalqaro hamkor tashkilotlar, ekspertlar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etayotgan konferensiyada ayni tadbirning dastlabki natijalari rasman e'lon qilindi. O'zbekiston aholisi 2026-yilning 15-yanvar holatiga 39,47,321 nafarni tashkil etib, aholining jinsi bo'yicha taqsimotiga ko'ra erkaklar soni 19,8 million nafarni yoki jami aholining 50,16%ni, ayollar esa 19,3 million nafarni yoki jami aholiga nisbatan 49,4%ni tashkil etdi. Aholining urbanizatsiya bo'yicha yashash taqsimotiga shahar joylarda 21,3 million nafarni yoki jami aholining 54,5%ni, qishloq joylarda esa 17,8 million nafarni yoki 45,5%ni tashkil etdi. Dehqonchilik maqsadida foydalaniladigan umumiy yer maydoni 4,8 million gektarni, baliq boqish havzalari 652,8 ming gektarni tashkil etdi. Chorvachilik ko'rsatkichlari bo'yicha yirik shoxli qoramollar 12,2 million boshni, qo'y va echkilar 23,1 million boshni, parrandalar 120,9 million boshni tashkil etdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, onlayn ro'yxatga olish jarayonida aholining 82,3% qamrab olindi. Aholining qolgan qismi esa mahalla yettiligi vakillari tomonidan uyma-uy yurgan holda planshetlar orqali ro'yxatga olindi. Kuzatuv natijalariga ko'ra, umumiy aholining 97,3% ro'yxatga olingan va 2,7% aholi turli sabablar yuzasidan ro'yxatga olish jarayonlarida qatnashmagan. Tadbirga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish jarayonida 8,2 milliondan ortiq obyektning geolokatsiya ma'lumotlari shakllantirildi. Ushbu ma'lumotlar aholi punktlari, turar joylar, qishloq xo'jaligi obyektlari va boshqa manzilli birliklarni aniq hisobga olish, keyingi tahlillarda hududlar kesimida aniq ma'lumotlar bilan ishlash imkonini beradi. Mustaqil O'zbekistonda birinchi marta o'tkazilgan ro'yxatga olish tadbiri juda katta masshtabli hisoblanadi. Ayni ro'yxatga olishning 3 ta o'ziga xosligi bor. Birinchidan, u xalqaro standartlarga mos darajada tashkil etildi. Ikkinchidan, milliy mahalla tizimi yordamida ro'yxatga olish to'ldirildi. Uchinchi o'ziga xosligi esa ro'yxatga olish ham raqamli muhitda, ham uyma-uy yurib amalga oshirildi. Bu aholi qamrovi katta bo'lishiga xizmat qildi. Ro'yxatga olish natijalari davlat dasturlari, hududiy rivojlanish strategiyalari, infratuzilma loyihalari, ta'lim, sog'liqni saqlash, bandlik, ijtimoiy himoya va qishloq xo'jaligi sohalarida rejalashtirish ishlarini yanada aniq va manzilli tashkil etishga xizmat qiladi. Azizaxon Musayeva, Sirojiddin Husanov, yoshlar.